Aytlar eslaringda bo'lsa, bundan 2 haftacha oldin sizlarga Diablo Noche Prada kinofilmi haqida gapirgandim. Uni birinchi qismini ko'rganimda menga juda ham yoqadi va mana shu filmda agar adashmasam 5-6 marta aniq qayta ko'rganman. Mana shu narsadan juda ham ko'plab insightlar olganman. Ikkinchi qismini chiqishini ham intizorlik bilan kutdim. Toshkent kinoteatriga uni ko'rish uchun bordim. Hecham afsuslanganim yo'q. Hozir mana shu kinofilmdan olgan insightlarim bilan sizlar bilan bo'lishmoqchiman. Birinchi anglagan narsam, insonlar qanchalik darajada kuchli bo'lsa, shu bilan birgalikda shunchalik darajada kuchsiz bo'lishadi. Ya'ni kim Allohning yagona yaratuvchi ularga shunaqangi katta kuch bergan, tanlov kuchini bergan va shu bilan birgalikda qachonki inson kurashuvchanlikka berilib ketsa yoki o'jarlikka berilib ketib, o'sha pozada turib qolsa, mana shu bergan kuchini bir zumda yagona yaratuvchi olib qo'yish ham mumkin. Ya'ni bu bilan Alloh ham bizga aynan bizga nima hozirgi daqiqalarda muhim, nima hozirgi daqiqalarda foydali ekanligini ko'rib bilib turadi va bizga birinchi imkoniyat beradi. Va biz o'jarlik qilib, mana shu yo'limizdan boshqa yo'llarga qayrilib ketsak, yagona yaratuvchi u yo'llarni bizga yopib qo'yib, mana o'z yo'lingga qaytgin, qabul qilishni, shukr qilishni, to'g'ri tanlov qilishni o'rgangin deya bizni o'z yo'limizga qaytaradi. Ikkinchi anglagan narsa, inson nimadirni xohlayaptimi, albatta kim o'sha xohish istaklarini bildirishi, yaqinlariga, atrofdagilarga o'sha narsani aniq ravshan qilib yetkaza olishi juda ham muhim. Oddiy misol, kichkinagina chaqaloqni olaylik. Agar chaqaloq xotirjamlikda maza qilib uxlasa, o'ynasa, ona, voy bolam qorni ochqab qoldi-ku deb uni ovqatlantirishga harakat qilmaydi, to'g'rimi? Ya'ni kim farzandimni qorni to'q deb o'ylaydi. Qachonki chaqaloq yig'lasagina, ona farzandimni qorni och ekan yoki tabrigini almashtirishim kerak ekan degan xulosaga keladi. Demak, siz ham agar hozirgi kunda hayotingizda voy, men mana shuni rosa ham xohlagan edim, lekin turmush o'rtog'im hech ham meni xohishlarimni bilmaydi-da. Mana shu inson o'zi bilsa bo'lardi-ku, o'zi farosatini ishlatib o'sha narsani anglasa bo'lardi-ku deb mang. Chunki har bir insonni o'zini dunyoqarashi, o'zining qadriyatlari, o'zining bu dunyoda to'plagan tajribalari bor va u o'zidan kelib chiqibgina fikrlaydi. U shunchaki sizda mana shunday xohish borligini, sizda mana shunday istak borligini bilmasligi mumkin xolos. Bilsa, balkim albatta kim o'sha istagingizni amalga oshirishga yordam beradi. Yana bir anglagan narsalarimdan biri, bu hayotda hech narsa o'z-o'zidan berilmaydi. Ya'ni kim har bir narsani o'zini to'lovi bor va har qanday narsaga erishish uchun mehnat qilish kerak va ma'lum bir vaqtingizni, ko'proq mehringizni, kuchingizni o'sha erishmoqchi bo'lgan narsangizga qaratganingizda hayotingizdagi boshqa bir jabhasi ma'lum bir vaqtga ozgina demak nazardan chekkada qolib ketishi mumkin. O'shaning uchun ham har bir narsaning o'zining va'dali bor deb aytishadi. Ko'pincha insonlar o'zining ustiga himoya jiletlarini kiyib olishadi va o'zidan qattiqqo'l, juda ham jahldor insonman deya ko'rsatadi. Albatta kim atrofdagi insonlarga bu narsa yoqmaydi va bu juda ham yomon xislat, yomon inson ekan yoki jahldor inson ekan deb o'ylashadi. Lekin ba'zida aynan mana shu xislatlar o'sha aslida qaysidir darajada ilohiy qattiqqo'llik o'sha insonni buyuk ishlarni amalga oshirishiga yordam beradi xolos. Shuning uchun aytlar hech qachon xulosa chiqarishga shoshilmang. Mana shu film qiziqish uyg'otgan bo'lsa, albatta kim uni tomosha qilishingizni tavsiya qilaman. Faqat hozircha bu film rus tilida berilyapti. Tez kunlarda o'zbek tilida ham namoyon qilinsa kerak.